Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Hamimizda yana bir bemor bo'ldilar. Qo'masini ko'tarilishi bilan shularning bo'yin tomirlarini do'plar qilganmiz. Mana yana o'sha xolesterin tomiri bunaqa tekis bo'lishi kerak. Ikkiga bo'lingan joyi bu miya kirib ketayotgan tomir. Umumiy yuqori arteriyasi deyiladi bu. Ichki va tashqi bo'lingan joyi. Mana shu joyda o'zi yaxshi ko'rgan joyi shahid, mana met bilan metda bo'ladi bu yog'. Mana shu yog' yig'ilishi, bu yog' sekin-sekin polni yopib qo'yishi mumkin tomir, bo'lmasam uzilib ketsa mabodo borib maydanoq tomirga tiqilishi mumkin. Mana shu ko'p savol berishadi, dan qachon chiqyapti deb. Mana shu ko'p savollarga javob beradi. Mana shu oddiy doppler, oddiy shu UZIdagi narsa. Ko'p shunaqa savollarga javob beradi. Qayerdan bu keladi bu yog', nimaga bu yig'iladi? Nima sababdan davleniya bilan bu chambarchas bog'liq? Shu narsalarga mutaxassis javob beradi. Sog' bo'ladi, salomat bo'ladi. Videoga bitta like bosib, yaqinlarga ulashib beradi.